Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi obzorlarimizda yangicha ko'rinish, yangicha narxlar va boshqacha qiziqarli obzorlar bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rib boringlar. Traktorga qiziqqan akalarimiz videoni oxirigacha ko'rib tursalaring, barcha texnikalarimizni narxlari hamda qisqacha ma'lumotlari bilan tanishtirib o'tib ketamiz va to'lov usullari haqida ham batafsil ma'lumot berib o'tib ketamiz. 10 minut vaqtlaringni ayamasdan kuzatib tursalaring akalar, barcha texnikalarimiz haqida ma'lumotga ega bo'lasizlar. Xo'sh, manzilimiz Namangan Sadoqatda, Vodiy Perevalda bo'ladi akalar. Xo'sh, hammaga ko'pchilikdan keladigan savollar traktorlarning narxi yoki ma'lumotidan ko'proq ma'lumotidan ko'ra narx qiziq. Shuning uchun narxlari bilan tanishtirib va to'lov usullarimiz haqida ham gapirib o'tamiz. Oxirida qisqacha ma'lumotlarni ham aytib o'tib ketamiz. Birinchi bo'lib akalar, to'lov usullari haqida aytib o'tib ketadigan bo'lsak, bizning do'konimizda to'lov usullarimiz faqat naqd pulga bo'ladi. Kredit yoki boshqa to'lov usullari yo'q, faqat naqdga. Yana qulaylik tomonlarimiz bor bizga ham. Leasing bor akalar, faqatgina yuridik shaxslarga. Ko'pchilik aholi faqatgina jismoniy shaxs, shuning uchun yuridik shaxs hisobidan leasingga olishda iloji yo'q. Agar fermer tanishlaring yoki yuridik shaxs bo'lgan tanishlaring, qarindoshlaring, aka-uka tanishlaring bo'lsa, bemalol shular yordamida leasingga ham chiqarib olishlaring mumkin. 1 yildan 3 yil, 5 yil muddatgacha. Va kredit yo'q akalar, bizning do'konimizda kredit fonniga yo'q, yuridikka ham, jismoniy shaxsga ham kredit umuman yo'q. Nasiya qilib beryapmiz akalar, nasiya savdoni yo'lga qo'yib qo'yganmiz. Do'konimizdan masalan xohlasalaring remelli, xohlasalaring kardalli, xohlasalaring kabinali, qanaqa traktor xarid qilishlaringdan qat'iy nazar 3 oygacha foizsiz nasiya to'lov usullari bor akalar. Xohlasalaring vohadan bo'lasizlarmi, xohlasalaring vodiydan bo'lasizlarmi, qayerdan bo'lsalaring ham kelib ko'rib, mana shu yerda oddiygina tilxat orqali men shu traktorni shu joydan xarid qildim, shuncha pul berdim, shuncha qoldi, shu sanada shu pulni berib ketaman deb tilxat yozib berish orqali 3 oygacha xohlagan turdagi texnikalaringni nasiyaga xarid qilishlaring mumkin. 3 oydan uzog'iga bera olmaymiz, 4 oy, 5 oylargacha bera olmaymiz akalar. Va 3 oy ichida umuman 1000 so'm ham foiz qo'shilmaydi akalar. Xohlagan traktorlaringni kelasizlar, tanlaysizlar va baraka qilamiz. Qancha yetmay qoladigan bo'lsa, qolgan pulni 3 oy ichida berib ketsalaring bo'ldi akalar. To'lov usullarimiz haqida ma'lumotlarimiz ozgina cho'zilib ketib qoldi akalar. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar, ko'rib turgan bo'lsalaring. Xo'sh, birin-ketin narxlarimiz haqida tanishtirib o'tib ketamiz. Birinchi bo'lib bez kabinalarimiz hamda kabinali traktorlarimiz haqida ham ma'lumot berib o'tib ketamiz. Frezalarimiz ham bor, qiziqqanlar bo'lsa, 140liklari 750 dollar, 160liklari 900 dollar, 180liklari 1100 dollar, 2 metrliklari 1200 dollar bo'ladi. 25-ot kuchli traktorlarimizdan do'konimizda bor, 3 portion. Bu traktorlarimiz kompressorli, yili 2026-yilda o'rtalarida ishlab chiqarilgan. Shuning uchun narxi 111 million so'm kami bor akalar, shu oy oxirigacha xarid qilgan odamlarga. Bu oy oxirigacha mana shu avgust oyi kelib, kim qanaqa texnika olishidan qat'iy nazar katta chegirmalarni qilib beramiz. Xo'sh, navbatdagi 254larimiz, bularimiz yili 2025-yilda o'rtalari. Bu traktorlarimizni 108 million so'mga xarid qilishlaring mumkin. Bu traktorlarimiz bez kompressor varianti bo'ladi. 404larimizni 24-yil variantidan bor akalar do'konimizda. Bularimiz 4 portion 40 ot kuchi. Yili eski vipiskadan bo'lgani uchun narxini 102 million so'mdan xarid qilishlaring mumkin. 304 traktorlarimizni bez kompressor 2025-yil varianti 113 million so'mdan xarid qilishlaring mumkin akalar. Xo'sh, 304 traktorlarimizni 26-yil variantini kompressorli variantda bo'ladi bunisi. Qolgan joylari deyarli bir xil. Mana shu katta farqi mana shu xolos.
Bunisini 115 million so'mdan do'konimizdan kelib xarid qilishlaring mumkin. 300 torlarimizdan ham ikkita bor, kompressorli variantidan. 400 tor modellarimizdan bor akalar. Bularimiz lak linkasi 500 tor bo'lib qolgan, o'zi 400 tor. Buni traktorimizning narxi 125 million so'm bo'ladi. Kompressorli 26-yilgi traktorimiz hisoblanadi. Biz qisqa ma'lumotlari va narxlarini aytib o'tib ketyapmiz akalar. To'liqroq ma'lumot kerak bo'lsa, telefon raqamlarimizga bog'lanaverasizlar. To'liq ma'lumot olishlaring mumkin akalar. Tor Portion 40 ot kuchli bo'ladi. 125 million so'm hamda 102 million so'mlik variantlari mavjud. 400 torlarimizni 122 millionlik variantlari bor edi, sotilib ketib qoldi. Endi 400 torlarimiz yana 125 million so'm, bir xil hozir aytib o'tganim bilan. Endi 5 kabina traktorlarimizdan 400 tordan keyin 600 torga o'tib ketamiz, chunki 500 tor 5 kabina traktorlarimiz kelishi bilan sotilib tugaydi. Shuning uchun qolmadi hozir 5 kabina 500 torlarimiz. 600 tor 5 kabina traktorlarimizni do'konimizdan 166 million so'mga xarid qilishlaring mumkin. Boya aytib o'tganimizdek, qanaqa texnika xarid qilsalaring ham mana shu oy shu do'konga kelib, qanaqa texnika xarid qilsalaring katta chegirmalarni qilib beramiz akalar. 3 oygacha nasiya 5% bemalol kelib xarid qilishlaring mumkin. Nasiya ham 50 ja borsa 50 milliongacha nasiya qilib beramiz xolos. Xo'sh, Tor Portion turbo kompressorli variantda bo'ladi bu 600 tor traktorlarimiz. Buni bilgan biladi traktor chakalarimiz. Xo'sh, traktorlarimizni hammasi nasozli, ichki bartavoy variantda bo'ladi. Mana kattalashtirib ko'rsatamiz. Korobkalari ancha katta korobkalardan nasozlari qo'yib ketilgan. Nasozlari ham 2-3 tonnagacha yukni bemalol ko'tarib tushirib bosib beradi. Hamma traktorlarimiz 26-yil hamda kompressorli variantda. Tormoz sistemasi ham havoli, ham diskli bo'ladi akalar. Havoni uzib qo'yib ishlatsalaring ham bo'laveradi. Turbo kompressorlari hamma joyi qo'yib ketilgan universal traktorlarimiz hisoblanadi akalar. Bu 600 torlarimiz. Narxi 166 million so'm. Bu oy olganga kamini qilib beramiz. 3 oygacha nasiyalarini ham qilib beramiz akalar 5%. Xo'sh. 5 kabina qatorlarimiz tugadi. Videoni kuzatib turganlar bo'lsa, qolgan traktorlarimizni ham gapirib o'tib ketamiz akalar. Video qo'yamiz ataylab, mana shu YouTube statistikasi faqat o'rtacha vaqt tomosha qilinadi. Kirgan odam 2 minut, 3 minut, ja borsa 4 minutini ko'rib chiqib ketadi-da. Bizga buni mana shu narsani aytadi YouTube studiosi. Hech kim videoni oxirigacha ko'rib bormaydi akalar. Ataylab video qo'yamiz, videoni oxirigacha ko'rib bormaydi. Shuning uchun videolar hammasi qiziqarsiz bo'ladi. Chunki ularda qo'yadigan, joylaydigan odamga qiziq bo'lmay qoladi video joylash. O'shaning uchun video ko'ryapsizlarmi? Qiziq bo'layaptimi video? Oxirigacha ko'rib turinglar akalar. Keyingi obzorlarda ham yaxshi kontentlarni ko'rib borasizlar. Xo'sh, 500 torlarimizni kabinali variantlari narxi 163 million so'm bo'ladi. Videolarimiz cho'zilib ketib qolyapti, shuning uchun narxini aytib o'tib ketamiz. Kabinalarini ko'rsatib, ko'proq ma'lumotni, to'liqrog'ini telefon orqali olishlaring mumkin akalar. Mana salon qismi holati. 500 tor 50 ot kuchli Fujang motor qo'yilgan traktorlarimizni 163 million so'mga xarid qilishlaring mumkin. Bundan atiga 2 dona qolgan. Hamma kabinali traktorlarimizdan ikkita qolgan akalar. Bemalol xarid qilishga ulgurib qolishlaring mumkin. 600 tor modeldagi traktorlarimiz boya ko'rsatib o'tdik. Kompressorli hamda turbo kompressorli variantda bo'ladi. Salon qismi 500 torniki bilan bir xil. Balonlari, boshqa joylari, kattaliklari, gabaritlari hamma joyi bir xil. Klassida ozgina farqi bor. Bu traktorlarimizni eng kami 2 tonna 200 kilogramm bo'ladi. Qolgani ketaveradi ot kuchiga qarab. Xo'sh, mana shu 600 tordagi traktorlarimizni 189 million so'mga xarid qilishlaring mumkin akalar. Bundan ham 2 dona qolgan atiga. Navbatdagi traktorlarimiz xo'sh 800 tor modelda bo'ladi. Mana ko'rib turganlaringdek. Kameramiz 05x olyapti akalar. Traktor kichkina ekan deb o'ylab qolmanglar. Mana 1x asl holati mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi.
Xo'sh, biz bemalol video olish uchun 05X da videoga olamiz. Oldi ko'rinishlari mana shunaqangi holatda bo'ladi. Ancha irik, gavdali, 80 ot kuchli bo'ladi akalar. 4 portion turbo kompressor. Bularimizni salon qismi eng full variantda bo'ladi. Barcha qulayliklarga ega, hatto rollari ham ko'tarib tushiriladi. Ekran monitorlari qo'yib ketilgan, luklari, magnitofon, konditsioner, ventilyatorlari, hamma narsasi qo'yib ketilgan bo'ladi. Agnishutil olg'alarigacha, sidinalari komfortli, skorslari reversli holatda bo'ladi. Ikkala yon eshiklar ochiladi, orqa oynalari ham ochilib yopiladi. Hamda 360 graduslik kameralarga ham ega, ko'rib turganlaringdek. Barcha qulayliklarga ega bu traktorimizni orqa mosti ichki bartavoy, tashqi silindrli bo'ladi. Nasoslari 5-6 tonnagacha narsalarni ko'tarib, tushirib bosib berishga kuchi yetadi akalar. Mana orqalari baquvvatligi hamda kattaligi. Mana orqa most. Korobkalari ham ancha katta korobkalardan qo'yilgan bo'ladi. Boshqa firmalarda traktorlariga bemalol kelib solishtirib ko'rib olishlaring mumkin. Ko'p gapirmasdan narxiga o'tamiz. Narxlari esa 289 million so'm va bu oy oxirigacha kelib xarid qilganga yanada chegirmalarni qilib beramiz. Xo'sh, aytganimizdek, naqd pulga olishga qurbi yetmaydigan yoki puli yetmaydigan akalarimiz uchun xohlasalaring yuridik shaxs bo'lsalaring lizingga chiqarib beramiz, xohlasalaring nasiya qilib beramiz akalar. Shu qulayliklarimiz shu bizda hozir. Xo'sh, endi eng oxirgi modeldagi traktorimiz 1004 model, 100 ot kuchli bo'ladi. Salon qismi 804 ga o'xshab ketadi, lekin buniki ancha yaxshiroq. Xo'sh, 1004 model, 100 ot kuchli bo'ladi. Buni narxi 389 million so'mga xarid qilishlari mumkin. Traktorlarimizni to'liq batafsil ma'lumoti kerak bo'lsa, telefon raqamlarimizga bemalol bog'lanaverasizlar. Manzilimiz Namangan Sadoqat. Shundoqqina vodiyda pervali bo'ladi akalar. Toshkentdan kelishda ham, vodiydan kelishda ham udobniy joyda, yo'lda bo'yida joylashgan bo'ladi. Keluvchilar uchun lokatsiyalar tashlab beriladi akalar. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol telefon raqamlarimizga murojaat qilaverasizlar.